Bir zot aytganlar, safarga chiqib kelib, bir hakim deydilar. Safarga chiqib kelayotgan ekanlarki, agar men kech bilibman buni, agar safarda shunchalar foyda borligini bilganimda, umrimda juda ham ko'p safar qilgan bo'lardim degan ekanlar. Ibrat izlaganga ibratdir dunyo degani shu ekanda. Ibrat izlaganga ibratdir dunyo. U kishim nimaga buni dedilar? Chunki Rasululloh alayhisalom safar qilinglar, sog'lom bo'lasizlar degan hadislari, ya'ni safar qilganimizda ham havo alishadi, tabiat alishadi, muhit alishadi. Buni ham qaysidir ma'noda sog'lig'imizga ham foyda bor. Fiziki qanaqadir harakat bo'ladi, uni ham sog'lig'imizga foydasi bor. Ya'ni u kishimi agar safarda shuncha foyda borligini bilganimda, umrimda ko'p safar qilgan bo'lardim deganlarning sababi u kishim qilgan safar gunoh safari bo'lmagan lekin. Tepada aytdik-ku, ixtiyoriy safar bor, keyin majburiy safarlar bor, farz bo'lgan safarlar bor. Lekin shuni ichida unutmaylik, harom safarlar ham bor lekin. Yo'lga chiqishlik harom bo'lgan safarlar bor. Endi ixtiyoriy safarni tushundik, xo'p. Endi farz safarlar deydigan bo'lsak, shulardan bittasi hajga borishlik farz bo'lib qolgan insonni safarga chiqishligi farz bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo Qur'oni Karimda man istato'a ilayhi sabilan, kim yo'lga qodir bo'lsa kelgin borsin degan shu oyatdan ma'lum bo'ladiki, qaysi o'lkada yashovchilarga o'sha o'lkada yo'lga chiqishlikka, zimmasiga haj farz bo'lishlikka bo'lgan shartlar topilsa, keyin o'sha odam safarga chiqishi farz bo'ladi. Biz yashab turgan O'zbekiston o'lkamizda birinchi o'rinda safarga ketayotgan miqdor pul nech pul? Shunga qodir odam bo'lish kerak. Qarzi bo'lmasligi kerak. Uni to'lagandan keyin o'zida oilasida qiyinchilik bo'lmasligi kerak. 45 million bo'ladimi, 50 million bo'ladimi? Endi bu yil nech pul chiqadi bilmadik endi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bilasizlar, O'zbekistonimizda haj umraga boraman degan odamlar juda ko'pligi uchun navbat qilib qo'yilgan. Shu navbat kelish kerak. Keyin bilsalaring, mabodo hajga umraga borgan odamlar bo'lsa, yo oilasida yo o'zi doktorning ko'rigidan o'tadi. Tibbiyot ko'rigidan o'tadi. O'sha tibbiyotda o'sha shartlar topilish kerak. Chunki 5 soatda samolyot umuman uzoq joyga, boshqa o'lkaga, boshqa tabiatga borib qoladi. 5 soat deganda o'sha tepada uchlik, atga borgandagi issiq havoga sog'lig'i chidaydimi? Chidamaydigan bo'lsa ham farz bo'lmaydi. Yoki borish yo'llarida notinchlik yo'qmi? Agar notinchlik bo'lsa, o'shanda ham farz bo'lmaydi. Chunki safarga ketayotganda zarar ko'rmasligimiz kerak. Ana shu holatlar topilsa, ana keyin bizga safarga chiqishlik